Assalomu alaykum. K7 avtomobilimiz. K7 Prestige full variantidan, faqat lyuk yo'q xolos mashinani. 2.4 benzin. 120 ming kilometr yurgan. 2015-yil. Narx 6.900.000 yuan. Mashinani eshigiga qulfli uchun atrofini ko'rsatib o'taman. Rasmlarni video ostida qoldiraman. Balonlari ham normalniy. Mashinaning avariyasi yo'q. Bitta oldi kapot almashgan xolos. Orqasida bunaqa sal pitnalar bor ekan. Shunga arzon mashina, lekin avariyasi yo'q mashinaning. Qolgan joyi top-toza holatda. Bitta shu orqasida buferda bunaqa joylarda sal sachilgan joylar bor ekan xolos. Lekin o'ta ideal holatda turibdi. Prestige lyuks variant. Kimga kerak bo'lsa, albatta ko'rasizlar.